Allohni tanidingmi? Chinakamiga tanidingmi? Muammolaring qolmadi. Hamma muammolaring yechiladi. Bu nima degani? Sen haqiqatan Allohni tanigan bo'lsang, Allohni Rob ekaniga, yaratuvchi ekaniga, ko'rib bilib kuzatuvchi ekaniga, har narsaga qodir ekaniga, Razzoq ekaniga, G'ofurur Rohim ekanligiga ishonching komil bo'lsa, sen gunoh qilmay qo'yasan. Gunoh qilmay qo'ydingmi? Muammo yechildi. Nima uchun? Chunki ustimizga kelayotgan qanaqa muammo bo'lmasin, birodarlar, o'zimizni qilayotgan gunohimiz sababidan keladi. Nima musibat yetmasin deyapti Alloh taolo. Bima kasabat aydikum. O'zingizlar xohishingiz bilan, ixtiyoringlar bilan qilgan ish sababidan keladi. Yana Alloh hamma gunohga jazo bermaydi, ko'pini kechirib turadi. Allohni tanidingmi? Chinakamiga tanidingmi?